Bo'ldi, meni ep ketgin. Sen bir iş bulmagan. Tashqi bilan odamining kelib, men tutqun qilishini saqlayapman. Aliyo, sen maktabda yaxshi o'qimayapsan. Qarishtirish psixikasi bo'lib qoldingmi yoki uyqung yaxshi emasmi? Qanday qilyapsan faqat bilmadim. Hozirgi sen qaysi kayfiyatda? Bilmayman. Lekin bu chiqimsiz shu. O'g'lim, butun koinotga jangchi bo'lishga tayyorlandingmi? Yo'q texi. Sen alam boshqa tava emas Aliyo. Sen do'st uchun kerak. Men faqat yolg'iz qolishni xohlamayman. Tashqi bilan odamiy agar anglay olgan bo'lsanglar, meni ep ketinglar bo'ladi. Xo'sh, sizlarni suyman. Amaliyotga aylandi. Biz butun koinotdan izdiga. Shu ko'rishni alam boshqani yoqtirdiganlar. Maslan sen. Sen meni yemoqchimi? Nima do'konga kelishtirsan? Ketma. Meni osmim Aliyo. Sen osmoqchi. Hech kim ismimni so'rab boqmagan edi. Men ko'rdim. Men yer sharig'i mos kelmayman deb o'ylag'achqa izchil ularning xatoligi deb qarab keldim. Navoda mening xato bo'lsa shu. Biroq men seni yaxshi ko'raman. Sen baqqol tushgansan. Sen mening tunji do'stim. Senmi shu? Qo'lingni shoyki. Ben ko'rgin. Bo'ysunishga Men bu tayyormanglar. yerga qonmadim. Aramizga birsini suhbatga berishimiz kerak. Men qulay. Bizning Bahadur qahramonimiz. Aram tasti to'pga qo'shilgan edim. U biyani parsiltratmoqchi. Do'stlarim mening yordamimga muhtoj. Do'stim bor bo'ldimi? Menga xo'ja kalning g'azabini bildirib qo'yay. Ko'rdin? Hoy doda, men suhbat elchisi Yo'q, bo'ldim. yana bir jumlasini da. Doda, meni qutqizib ol. Bu qanday ovoz? Bo'ldi-ku. Bu o't qo'yib berdigan tunnel. Ko'rgin, men o'tni mudofaalanmayman. Nemishqa boldir demaysan. Ko'rgin. Buning ishchi muhil rahatgan bu. Undaqmi? Men kirib boqmagan.